Mumayning turmudan qanchi. Birinchi qism. Nuhi hamamu. Nayt shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda Islom chakalları guruhida tayyorlagan hijrat tarixlaridan Mumayning turmudan qanchi nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qanchi. Birinchi qism. Men bu hikoyani qandoq so'zlab berishni qat'iy bilolmadim. Ammo qo'limdan kelganicha Mumayning hozirgi hissiyotini yaxshi tasvirlashtirishman. Qani, birga anglab boqayli. Balkim siz men o'ylagandan yaxshi tushunarsiz. Mumay g'ariblik va sig'inish o'ti jillanib turadigan ko'zlarini namlagan holda cho'ng kichiklanib so'zlarini boshladi. Mumay, men qaysi bir dalimga yig'layman, o'zimmi bilmayman. Hayot kechmishlari nima degan ochiq-a? deb ko'zlaridan yiqayotgan yoshlarini so'tkach, ro'sinib o'ltirdi. Ondan gapini davomlashtirib, bu o'tmishimni so'zlagach, hayotning oxiridimi menga mehrini bergan, hayotdagi nurim va yulanchikim buvayni aslab olarman. Shundaqla qisqagina hayotimdagi hijrat va turmudan qichish tariximni so'zlab, inson hayotining uncha oson o'tmaydiganligini deb beray dedi-da, so'zlarini vatandan chet elga qilgan hijratdan so'zlashga boshladi. Mumay bir necha ming kunlar ilgari o'z vatanimiz bo'lgan Sharq Turkistondan chet elga hijrat qilish uchun tayyorlandik. Amaliyotda mening g'amguzorim buvay uzun yil hijrat yo'lini izlagan edi. O'z zamonida buvay maktabda o'qish fursatiga ega bo'la olmagan ekan. Shunga u savodsiz edi. Ammo buvay yosh vaqtidan boshlab nihoyat zirak bo'lib, mahalladagi ahli ilmlar so'rniga ko'p boradi. Men buvay bilan bir oilada uzun yil birga yashadim. Hatto bizning ko'p bolalarimiz bo'ldi. Bolalarimiz buvayning yetakchiligida nihoyat yaxshi musulmon yigit va muslima qizlardan bo'lib yetishgan edi. Kunlarning biri buvay hayajon bilan uyga kirib keldi. Onasi, qinisizlar? Xo'sh xabar, biz yaqinda chet elga hijrat qilamiz. Hayotimizning oxiri islom tuproqlarida o'tadi inshaalloh dedi. Men, "Oy g'ujam, qirg'anda singandan yeb o'ltirsak bo'lmamdi? Bir putimiz go'rga sangildi. Nega bormiz qirg'anda? Ballar texi cho'ng bo'lib qoldi. Ularning to'yini qilmasak texi turgan. Aran tutgan uy makonlarimizni shundaqla tashlab ketamdiq" deb toza qo'ydim. Buvay, "Ey saranqiri, yana aqling yetmadi-da, bo'ldi. Boshqa gapni qo'y. Vaqti kelganda tamtirab qolma. Ammo bu gapni hech kimga dema" dedi. Ondan ishlar shundoq bo'ldi inshaalloh deb qo'yib, eg'ildiki kalla qo'yning yoniga chiqib ketdi. Men shu asnoda mahallani xulim qo'shnilarni ish qilib, men bildigan hamma narsamni ko'z oldimdan bir-birlab o'tkazdim. O'z-o'zimga biz rostla bu yerdan ketarmizmi deb yig'lashga boshladim va o'zimga qayta rostla bu yerni tashlab ketarmizmi deydim. Men bu mahallada 20 asr yashadim. Buvay bilan toki g'uncha vaqtimdan mana Mumay bo'lg'uchi bilan yashaptiman. Turmushning barcha issiq sovuqini boshdan kechiribdiman. Endi bolalarim cho'ng bo'lib, ularning rohatini ko'rarman deganimda, zolim Xitoy tarafidan har kuni andishli xabarlar kelishga boshladi. Bugun bu qo'shnamning bolasini tutyapti, tunigun yana bir qo'shnamning bolasini tutyapti degan xabarlar har kuni degidek olinib turadi. Menmu balangizni saqchilar tutib oldi degan bu qo'rqinchli xabarni qachon anglab qolarman deb kunda yurkim pok-pok yashayotdim. Agar o'g'lim sirtga chiqib ketsa, qachon qaytib kelar, nega bordiqando deb ansiraydigan bo'lib qolgan edim. Hatto bolalarimga deydiganim, "Balam, qalaymiqan odamlar bilan aralashmang, jim yuring" deydim. Bu kunlarda vatanimizda qalaymiqan odamlar dal ilm ahli yoki saqal qo'yib ayolni japlandirgan taqvodor kishilar xatarli hisoblanadi. Chunki vaqtlarda Xitoy zolimlarga amaliy qarshi turadiganlar dal
ilim ahli va taqvodor kishilar bo'lg'ach, Xitoymi o'zining Uyg'ur tilliq munofiqlarini ahli ilmlarga payloqchi qiladi. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mumayning turmudan qaytishi. İkinci kısım. Nuhi hamamu. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Tuvanda İslam çakarları qrupsida yerlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qaytishi nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Mumayning turmudan qaytishi. İkinci kısım. Mana shundoq tashvish ishida o'tayotgan bir kunlarda buvay ana yurtni tashlab boshqa yerga hijrat qilish vaqtining kelganligini dedi. Biz bir oila kishilari uylarimizni tashlab, mol chorvalarini setib, barliq tayyorliqlarimizni qilib, oldi bilan Urumchiga, ondan Xitoyning ichkari o'lkasiga mandiq. Ammo kaynimizda qilib qolgani bo'lsa, to'pichan uchib turadigan sahroyimning yo'llari, sahrodagi tamlari loy bilan silingan eski uyimiz. Namrat bo'lsa-mu, barcha mehrini beralaydigan qadinas qo'shnilar. Har qancha yiroq bo'lsa-mu, tashlashmaydigan tuqqanlar. Kichikimizdan bir-birimizning ayblarini bilsakmi, qilchi bir-birimizni to'n ko'rmaydigan do'stlar. Haftada bir qitim ajoyib qiziydigan, hatto dunyodagi hamma narsani topqil bo'ladigan yezi bozorlarimiz edi. Biz yo'l mangancha kindiq qinimiz to'kilgan ana tuproqdan yiroqlashib o'tdik. Shu topda har bekat kelib, u bekatdan boshqa yerga qarab qo'zg'alganda qalbimni hasrat, seg'inish nidolari siqib Men Allah burun bir putum görgü sangıldıgan qirmumay edim. Bu seferda buvayga va ballarimga yük buluştum başqa hech qancha yordam qilolmaydim. Biz mashina va poyezd bilan necha kun yo'l yurib Xitoydagi cho'ng bir shaharga kelib to'xtadik. Va bu shaharda bir mezgil yo'l saqladik. Men hayotim bo'yicha buncha uzun safar qilibmi boqmagan va mahallamdan buncha uzun ayrilibmi boqmagan edim. Bu shaharda bakmi siqildim. Bozorga borsak izlagan narsamizni topqil bo'lmaydi. Men buvaydan qachon mangimizgan deb pat-pat so'rg'ach, yana saqlaydigan ish bo'lsa, uyga borib, uyda turg'ash tursak bo'lmamdi? Etizlarning ishlari qilib qoldi, deydim. Buvay, to'xta, sabr qil endi. Yaqinda mang'aslari deydi, deb meni bezlab qo'yatdi. Biz bu nejis Xitoyning yurtida taxminan 1 yildan ko'proq yo'l saqladik. Bu jarayonda hali bu shaharga, hali u shaharga o'tkilib turatdik. Iqtisodimizni shuncha qisib chiqim qilsaqmi, uydan olib kelgan pullar barg'ancha azlavatdi. Bu kunlarda bolalarim bakmi qiynaldi. Keyin bir kishi kelibdi. Kelar hafta mang'aslari dedi. Rost degandek bir hafta o'tgandan keyin bir kun ikkisi kichik bir minibus mashina bilan chegara tarafga qarab mandiq. Yenimda hayotim bo'yicha menga hamroh bo'lgan buvay va ikkimizning yurak paralari bor edi. Biz bir necha chegaralarni besib o'tdik. Yo'llar asosan o'rmonliq va tog'liq ekan. Azroq piyoda yo'l mangsam, asrab bo'lolmaydim. Men qarab, bechora buvay mehrli ko'zlari bilan tasalli beradi. Yo'l bo'yi kelimdan hech narsa o'tmaydi. Shundoq yo'l mengib 2 kecha o'tdi. 3-kuni biz Vyetnam deydigan bir davlatga keldik. U davlatda bir kun turgandan keyin mashina, avtobus va poyezdlar bilan ko'p yo'llarni besib Kambojiya,
andin Tayland'daki bir o'rmonliqqa kelib to'xtadik. Bu yer Malayziyaga o'tadigan chegara ekan. Mo'may so'zlab bu yer kelganda oramizdagi yoshli kichikroq bir bola "Mo'ma, men toza tushunolmadim. Asta-asta so'zlang, ya'ni vatanni qayta yaxshiroq deb bersangiz bo'lamdi?" dedi. Mo'may: "Ha, degina o'g'lim, nimani tushunmading? Nimalarni bilgung bor? Sen so'rag'in, men bilganimni sana deb beray" dedi. Mo'may: "Bo'pti, oldimizda Ramazon kelyotdi. Yosh vaqtlarimdagi Ramazon oldi keyindagi sharoitlarni so'zlab beray" deb so'zlarini o'tmishga yutkidi. Bizmi gapni bo'lmay jim angladik. Mo'may: "Ballalarim, sizlarga desam, bizning ham sizlardek yosh balliq chog'larimiz bo'lgan. Men u vaqtdagi ko'ngillik va ahamiyatli hayotimni hargiz unutolmayman. Men buvanglarga yangi yotliq bo'lgan vaqtlarda yashim kichik edi. Oila ishlarini bakmo qilib ketolmaydim. Ammo meni hech kim ayblamaydi. Biz to'y qilgan vaqtda qaynonamning uyining hovlisidagi kichik bir qizliq uyda buvanglar bilan birga turardik. Kunduzlari cho'nglarning oldida bo'lardik. Atigan qo'pib, odamlar masjiddan qaytishdan burun hovli aramlarni supurib, tozalab, ondan mahalladagi ko'ldan apkashning ikki beshiga ikki chilakni qo'yib, mo'ramni ko'tarib, suv akilib, hovli aramlarga chejatdim. Ondan boshqa qo'shnilarning kelini yoki qizlari yoki qo'shni ayollar bilan etizliqqa berib, qo'y qili yeydigan o't-cho'p akilatdik. Men bu ishlarni qilib tugitib bo'lib, darhol choy qaynatib, uydagi er kishilarga nashliq beratdim. U vaqtda bizning bir sig'in kalimiz bor edi. Uni sig'ib, qaymoq bilan zag'ir chilab yeydik. Atdeganda kalini uzum sag'atdim. Ondan kalini bir zag'ir berib, mahalladagi pandichiga qetib qo'yatdim. Yoz kunlari ya g'ur silib umoch yoki bedi silib qo'noq o'rnida siqmoq etatdim. Erlar nashtisini qilib bo'lib, qildigan ishiga ketadi. Mo'maydan so'raldi: "Mo'ma, siz yolg'iz buncha ishni qanday qilib bo'ladingiz va erlar qayerga boradi?" Mo'may: "Albatta men yolg'iz qilmaydim. Qaynonam yoshli cho'ng edi. Ba'zida kalini sig'ishib beradi. Bu uyda men cho'ng kelin edim. Buvayning bir tuqqanlarining hammasi o'g'il bola edi. Men kichik qayni singlim bilan bu ishlarni qilardik. Sahroning havosi bakli sap edi. Ko'p og'rib qoladigan ishlar yo'q edi. Kunda qiladigan ishlar bir xil bo'lg'achqa charchash his qilmabdi ekanman. Allari kelsak, buvayning uydagilar hunarvan oila edi. Cho'nglar atiganligi nashidan keyinla hunar qilg'il ketadi. Hatto etizning ishlariga jiq qarshi bo'lolmaydi. Erlar ishlarga ketgandan keyin biz etizning ishini qilardik. Birdan bug'doy o'taydik, u tugisa shalliq yerimiz bor edi. Shalliq yerlarni o'taydik. U tugisa bug'doylar pishib tayyor bo'ladi. Bug'doy urashdan burun rat arliqiga qo'noq tikatdik. Endi buni tugatsak, kivaz utash ishlari. Ishqilib, oila ishlaridan boshqami etiz ishlari bekor qo'ymaydi. Qandoq qilib kuz kelganini bilmayli qoldim. Ammo dehqon uchun eng muhim vaqt kuz vaqti edi. Dehqonlarda bir maqol tamsil bor. Kuzda o'likning olqinni o'tni ol deydigan. Ya'ni kuzda ishlar bek ko'p bo'ldi. Bir tarafdan qo'noqlar pishib, ularni yig'masak bo'lmagan. Onun o'rniga darhol kuzgi bug'doy tirimsaq texi. Yana bir tarafdan yaylaqdagi shalliq pishib, shal o'rab, uni xamonga yig'masak, don yerga tushidi. Buni qilib bekor bo'lsak, kivazlik paxta ichilib turdi. Bog'lari bor odamlarning o'zim tallari ish qilib dehqon kuz vaqtida ajoyib ishlaydi. Lekin men sizlarga deb bergan 3-jafoliq ishlarni unutildiradigan bir narsa bor. U yil bo'yi tortgan jafoni unutildirdi, dedi. Mo'maydan so'raldi: "Nima u?" deb biringa: "Ballalarim, biz yil bo'yi ishlab olgan mol usul, ya'ni qazinoq bug'doy bilan, tag'or, shal bilan, o'gza, o't-cho'p bilan, uyning oldikayni qo'noq shaxlar bilan to'shib, hamma yer mana amgigan deb tursa, yanchuqda taraqshib turadigan paxta sotgan pullar
bizni xush qilatdi. Bu qitimliq anlatışımız mana mushu yerda oxirlashdi. Keyingi anlatışımızda ko'rishguncha Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mumayning turmudan qanchi 3-qism. Nuhi hamamu Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Tuvanda İslam çakarları grupsida yerlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qanchi nomli asarni anlatishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qanchi 3-qism. Kuzning ettiziriq ishlari asosan tugaganda Qiynatan buvayga 50 ko'y pul berib, Yashimi bozorda ayolini cho'giltib kelgan deydi. Men buvay bilan birga bozorga berib, o'xshagan kebabdan 10 kebabni birga o'ltirib yeydim. Ondan buvay, "Yeni yemsiz?" deb so'rab qo'yatdi. Biz bu o'xshagan kebabdanmi cho'nglarga 10 ilib olatdik. Ondan eshib qolgan pulga uyga ushaq narsalarni elib kelatdik. Yana bir yakshanba kelsa, qaynonam meni o'zi bilan birga bozorga elib berib, kelinim uchun shipon duxo olib, ko'ynak tikizib berman deb raq bozorga boratdik. Ko'ynak tikizdiga raqni elib bo'lib, uyning kamko'si narsalarini elib, ondan uyga qaytatdik. Yana bir yakshanbasi cho'nglar bozorga berib, gilam yoki kiygi sotib oladi. Mana shunday kichikkin ishlar bizning yillik tarqan jafolarimizni unutildiradi. Mumaydan so'raldi. Shu vaqtda bir zix kebab qancha pul edi? Mumay 90-yillarda 5 mocha edi. Keyin bir ko'yga chiqdi. Lag'man 3 ko'y edi. Tavuz qo'g'inni tallival, xillival bir ko'y deb to'lab sotadi. Mahallaga har kuni eshak arvoziga mevalarini artib, baqqal keladi. Baqqal shaptul vaqtida har xil shaptul akiladi. Bir ko'yga 30 tal beradi. Qizil uzum akiladi. Charikini 7 ko'yga sotadi. Qishda asalchi xuddi qitiqdek uygan jidining jing asilini akiladi. Puli borlarga naq, puli yo'qlarga nesi sotadi. Mumaydan so'raldi. Undaqda qishda qildigan ish yo'q ekanda? Mumay, qishdimi o'ziga yarasha ish bor balam. Masalan, qishning kuni kuzda ichilib bo'lolmagan kevaz quvusini qo'l bilan yerib, oftobga qo'yib, ichildirib, uningdan chiqqan paxtada yotgan ko'rpitkimiz. Va kuzda yiqqan qo'noqni o'g'zida oftobda qoqlab, qishda uvab, madakda ajratimiz. Bular tugab ketsa, qo'ylarning yungini egirib, yeb qilib sotamiz yoki kigiz yastimiz. Ish qilib bekor qolgan ish nada? Men har juma kunligi o'zimning onasining uyiga haftada bir qatim jumalab boratdim. Ish ko'p bo'lib ketsa, 15 kunda bir jumalab kelatdim. Onam dadamning uyiga mehmon bo'lib kelib, mehmon bo'lib ketdim dedi. Mumaydan so'raldi. Qishda bak sovuq bo'lsa qanday qilatdinglar? Yozdagi issiqda nima chatdinglar? Mumay, qishda obdalla sovuq bo'ladi. Putimizga bo'tay deydigan qilin oyoq va o'zimiz tikib olgan kigiz paypoq kiyatdik. Uchimizga o'zimiz tikib kelgan xondan raxtda paxtliq jiletga kiyatdik. Qishda maxsus uyimiz bor edi. Qishliq uy deb, uning ichida ya mo'rinliq o'choq yoki xish bilan solgan kang deb o'chiqimiz bor edi. Uy bir sivolsa asosan so'p qolmaydi. O't qolsak jangaldan kelgan o'tanni qolaydik. O'tin topolmasak kalaning tezkini quritib qolaydik. Qishda buvay va uning qarindoshlari 3 kunlik yiroqdagi jangalga berib, eshak arvosida o'tin elib keladi. Jangalga berib kelguncha 3 kun vaqt ketadi. O'tin bakli barakat qiladi. O'tinning chug'iga kumash kumatdiq. Taz kumash, so'qir kumash deb. Taz kumash deganimiz go'shtsiz, ximirli qilgan. So'qa kumash deganimiz orasiga piyoz bilan go'shtni qiyma qilib silib qilgan kumash. Bu bakli quvvatli edi. Chaynimi shu o'tning chug'ida qaynatdik.
ta'mi boshqacha yaxshi edi. Yazg'i kelsak, mahallamizda bizning uyga yaqin cho'ng ko'l bor edi. U ko'lning suvi qishda qalin muz tutadi. Shunga mahalladagi xulum qo'shnilar ko'lning yenidan bir o'rinni cho'nqur ko'lab, ustini paxallar bilan yepib, yer ostiga yam qilib, ondan uning ichiga ko'ldagi muzning har yili birinchi oylarda kirib, ondan gamini ig'izini etib o'tadi. Biz bu yerni muzxona deydik. Hattoki muzxonaning ig'izini ujmi pishmoqcha hech kim ochmaydi. Ya'ni 6-oydan boshlab muzxonaning kichik ishga ochiladi. Xohlagan odam muzni olib ichadi. Bu muz mahalladagi odamlarga toki shal pishqish yetadi. Biz muz bilan qatiqni aralashtirib, ondan ustiga o'zimiz yasagan uzumning shirnisini quyib ichadik. Voy Allah, bu dug'ab bo'libmi bug'doy o'rmi vaqtida bakmu tetaydi. Bir qitim ichib olsa, kechgacha sumaydi. Agar yoz mezgillarida biror qo'shnimiz qo'y so'ysa, go'shtni shu muzxonaga quyib qo'yadi. Go'shtni hech kim yeb olmaydi. Nonni qo'shnilar bilan birlashib tunurda yoqatdik. Hech kim bozordan non sotib olmaydi. Mahallada har xil hunarvanlar bor edi. Ba'zi mahallada ayollar tabliq anglaydiganga xonqa deydigan diniy so'rovlar bor edi. Allar jumaga berib, oxini mundoq dedi deb oila ayollarga yetkazadi. Bu qitimliq anglitishimiz mana mushu yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mumayning turmudan qancha 4-qism. Nuhi hamamu Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Tuvanda İslam çakarları grupsida yerlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qancha nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qancha Mumaydan so'raldi. Muma, buvam sizni kinoga borganmi? Mumay, kinoga demsiz deb kulib ketdi. Hatta Mumayning ko'makchilari ko'rinib ketgan edi. Va balam, buvanglar bilan mumanglarning hayoti kino edi. Ammo esimni qilishcha mahallaga yoz kunlari kechda kinochilar kelib kino qo'yatdi. Shu vaqtlarda bolalar Ninoni, qo'ysin kinoni, qo'ymiz kinoni, bersun birmoni deb naqsha aytishatdi. Vatanning hamma nimasi yaxshi edi balam. Bo'lib ayollar bakmo ayoliq edi. Bir qitim onamning uyiga jumalab berib qaytganimda mahallaga oz qolganda yo'l ustida mahallamizning masjid imomi ikki odam bilan paranglashayotgan ekan. Men ularning oldidan kesib o'tishga xijil bo'lib, yo'lning bir chetida ularning ketishini saqlab o'ltirdim. Hatta namoz shamga oz qolganda ondan ular ketdi. Men uyga sham namoziga oran ulgurib keldim. Ammo buvanglar meni tillab ketdi. Nimishqa buncha kech qolasan deb. Amaliyotdimi ayol kishi zavol vaqtida sirtda yursa bo'lmaydi. Men hech narsa deyolmay yig'lab namozimni o'qib bo'lib o'ltirsam qiynanam kiribdi. Ondan men qiynanamga bo'lgan ishlarni desam peshonamga suyib, xafa bo'lmang umoq qizim deb o'zir aytib, meni o'zining yurak parisidek erkiltib ketdi. Rahmatli qiynanam mening turmushdagi ikkinchi ustozim edi. Shundaqla bakmu detibar ayol edi. O chaqlarda ayollar urushib qolsa keliniga qiynanisi tatliq so'zlarni qilib bazlab tasalli beradi. Texi o'g'lini menga tillab beradi. Muma, vatandagi odamlar bir-biri bilan qandoq yashaydi? Mumay eg'ir bir tinib o'tib, "Ey balam, hozir ularni eslasam xuddi hozir hayvonlar bilan yashayotgandek his qilib qolaman. Shundaqdimi deb biray. Biz yeziliq bo'lganimiz bilan ko'z qornimiz to'q, ishonchli kishilarda edik. Mayli tunush
yoki notanish bo'lsin, hech kimning narsasini ela olmaydi. Ishiklarni yeb bilan chigib qo'yib, nanalarga ketdik. Uydan biror narsamiz yutib ketmaydi. Barni bor deydik. Qo'shnilar bilan xuddi tuqqandek o'tdik. Hatto bizda qo'shnidorchilik shu darajaga yetganki, odamlar qo'shnilarini yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni yaxshi deb suhbatlashgan edi. Biror qo'shnimizga musibat yetsa, maxsus berib yo'qlaydik. Bu yer kelganda yanda o'tirgan bola, "Voy muma, qandoq bo'ldi? Taylat o'rmonliqqa kelib, shuni bir deb biring'a, men bak saqlab ketdim" deb yolg'irgan holatda talab qildi. Mumaymo, ma'qul, bo'pti. Biletdim sizlarga hozir vatanning gapini xo'shaqmaydiganni. Mayli, degina so'zlab ne kelgan o'tganda, u ishlarni so'zlab dedi. Yigit, "Eliqi Malayziyaga o'tadigan o'rmonliqda kelib to'xtadik" dedi. Mumay, isim keldi. Biz o'rmonliqqa kelganda u yerda bak odamlar bor ekan. Anlashimcha Uyg'urlar 600 atrofida bo'lib, uningdan boshqa bir millat musulmonlarim bor ekan. Biz u yerda bir haftadan ko'proq turib qoldik. Bu jarayonda xeyli ko'p odamlar Malayziyaga o'tib ketdi. Biz navbat saqlab turdik. Ba'zilari deydi, bizning pulimizni elib yo'q salganlar qochoqchining pulini to'lamabdi. Shuni saqlab qoldik deyishatdi. To'g'risini Alloh yaxshi bildi. Biz o'rmonliq turish jarayonida ahli ilmlar kishilarga tabliq qiladi. Jamoat bo'lib duo qilishadi. Biz zodi qachon ma'nonimizni aniq bilmaydik. Biz bu yerda nihoyat qiyinchilik turdik. Keyin Malayziyaning MH370 nomerli aeroplani osmonda yutib ketibdi. Shu aeroplanni izlayotgan Tayland saqchilari bizni ko'rib qilib tutib oldi. Dastlabda bu mundaqli saqchilarning tekshirishi o'xshaydi debdiman. Biz tutilib bir necha kun ayol, cho'ng kichik hammamizni bir ho'ylada turdik. Bu vaqtda buvay, men va bolalarimiz hamma birga turg'aydik. Bizning umumiy sonimiz 250 atrofida edi. Ondan necha kun o'tib bizdan keyin 80 atrofida Uyg'urlar o'zini saqchiga ma'lum qilib tutilib keldi. Anlasak ularni saqchilar tutqunlanmasa, bu nadan xalqi shu vaqtda bizning nomimizda pul yig'ib boy bo'lgan ishbeshi palani boshliq va palani boshliq va palani hojim va palanilar biz Tayland o'rmonliqda tutilgan 250 odamga pasport hal qildik. Ular yaqinda bevasi Turkiyaga ketadi. Shonsizlarmi Malayziyaga boramiz deb avar bo'lmaydi derhal saqchiga berib tutilinglar debdikan. Shon bular saqchilarning oldiga o'zlari beribdi. Ammo saqchilar bularni tutqun olmagan ekan. Ammo bular saqchilarga to'xtamay telefon qilib, bir kun yoldirib mundaq dedi deb oila ayollarga yetkazdi. Vaqt emas. Shundoq qilib biz bilan tutilgan Uyg'urning soni 400 atrofida odam bo'lgandan keyin erlarni boshqa o'ringa ilib berib sulab qo'yishdi. Ondan ayollarni boshqa yerga olib berib sulab qo'yishdi. O'rin cho'ng bir ho'yli bo'lib, xuddi maktabga o'xshaydi. Bizga bir necha musulmon qiz va buddist saqchilar qaraydi. U yerning sharoiti har holda yaxshi edi. Haftada bir qitim buvayni va bolalarimni va boshqalarni biz bir o'ringa ilib kelib, ayol bolalari bilan kurashtiradi. U vaqtlarda ajoyib o'tgan. Men buvay bilan shuncha uzun birga yashagan bo'lsam-mu, bundoq tatli uchrashuvlarni qilib boqmagan edim. deb samada xijilchanlik bilan kulib qo'ydi Mumay. Bu qitimliq anglitishimiz mana mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Janob Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mumayning turmudan qinchi 5-qism. Nuhi hamamu Nayt şefqatlik ve mehribon Allah'ın ismiyle başlayman. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Tuvanda İslam Çakarları grupsida yerlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qinchi nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qinchi Mumay sözünü davam qilib, "Buvay, har qatim kelib kelsa, yana qachon kelarkin" deb kun sanaytdim.
hayot ajoyib ekan. Hammaga asta-asta ko'ndirgan. Bara-bara bizni ko'rishtirish 15 kunda bir bo'lgan va ko'rishish vaqtimi qisqarashga boshildi. Turayotgan o'rinning sharoitimi bargancha chingib, turmoq so'nganimni his qildiryotdi. Ayollar va kichik bolalar hammamiz cho'ng kamerda turatdik. Men hayotimda o'tkazib boqmagan kunlarni o'tkazib o'tdim. Balkim bu o'rinni u yerda yashab boqmagan odam his qila olmasligi mumkin. Menmi bu yerni qanday ifodalashni bilolmadim. Ayollarning ko'pida telefon bor edi. Bu yerdagi ayollar vatanning janubiy va shimolidan kelgan ayollar bo'lib, orasida dehqon, hunarvan, ziyoli, ahli ilm va qari qursoq ayollarmi bor edi. Shunga o'zimizga tushliq ko'ngil og'riqi va xushallik hamroh edi. Men bu yerda yurt-yurtdan kelgan ayollar bilan yashab, Uyg'urlarni yana bir oz tushungan. Bularning hammasi hijrat qilgan kishilar bo'lib, hammasi muhojir edi. Ammo vatanda qandoq bo'lsa, bu yerda shu mijozi va shu iymoni bilan yashab o'tadi. Ba'zilar ilm o'rgansa, ba'zilar ilm o'tadi. Yana ba'zilar g'aybat qilib kun o'tkazadi. Yana ba'zilar telefonda so'zlashib vaqtini o'tkazsa, ba'zilar ibodat bilan bo'lib yig'lab duo qiladi. Mening qisqani yashagan bu tur hayotim nurg'un hikoyalarni qoldirdi. Men bu yerda haqiqiy mu'min ayollarni va xiyonatkor ayollarni va mehribon ayollarni bir-birlab ko'rayotdim. Anglayman degan odam uchun kundagidek tabliq qilinadi. Men bu oydan ayrilganim uchun Allohga yolvorib duo qilatdim. Bu jarayon 6 oydan ko'proq davom qildi. Bu vaqtgacha erlar bor yerdan ancha-muncha odam qochdi degan gaplar anglanib turadi. Hatto qochib qutulibdi degan xabarlar oramizda tarqaldi. Ammo biz ayollar bo'lsin yoki erlar bo'lsin, qochsa bo'lmaydi, qochmasin. Yaqinda ular bevosita Turkiyaga ketdi deb bizning oramizdagi qochoqchining xotinlari tarafidan qattiq to'slatdi. Ayollarga palonchi degan qochoqchining ayoli mas'ul bo'lib, qochishga hargiz bo'lmaydi deb bizni boshqaratdi va bizga ko'z quloq bo'ladi. Chunki shu vaqtlarda Tailanddagi odamlarning yo'lini menayotganlar paloni va palonlar edi. Bu yerdagi odamlarmi paloni qochoqchining otasi bilan vatandan chiqqan odamlar ekan. Biz bor yatoqdan ma'lum bir kuni kechda ayollardan 3 ayol va 2 kichik bola qochib ketibdi. Orasidagi bir ayol mendek yoshli cho'ng ayol edi. Ular salomat Malayziyaga qochib beribdi degan xabar tarqalib, yotoq ichi o'rang-churung bo'lib ketdi. Shuningdan keyin yotoqni saqchilardan sirt shu boshliq ayolning odamlarimi qattiq nazorat qilgan bo'ldi. Balkim bir hafta o'tdimikin buvay telefon qilibdi. Sizlarni turmudan qochiramiz, hech kimga demanglar, tayyor bo'lib chandirmay turinglar dedi. Men "Tova dangla, qirg'anda nega qochman? Qanday qochman?" Men "Kafirlar biz qochmasaqmi qo'yib bermamdikan?" deb qayg'och, "Sizlar qanday qilasizlar biz qochsaq?" dedim. Buvay, "Oldi bilan sizlar bir qutulinglar. Ondan biz qochamiz. Ammo bu ishni hech kim bilib qolmasin, chunki oramizda qochishimizni to'sdiganlar bor. Bilib qolsa saqchilarga deb qo'ydi" dedi. Shu gap, men model buni demoqchi edim. Qochish uchun ikki yerdan qochishimiz kerak. Biri yenimizdagi kuzatchi Uyg'ur ayollardan, yana biri turma saqchilarining qo'lidan. Bu ishlar qat'iy kallamdan o'tmay, qandoqmi qilarman deb telefonni qo'yibdim. Aradan bir kun o'tib, men va yenimdagi bir necha odam bo'lib, cho'ng-kichik 7 odam qochadigan bo'ptimiz. Oldimizga bir Uyg'ur bola kelib, bizni bu turmadan elib ketadigan bo'pti. Ammo biz bu turmadan qanday qochimiz? Yashim cho'ng'aygan tursa, azroq mangsa ma'sira bo'lolmayman. Uning ustiga kechida boshqalar qochib ketmasin deb ma Uyg'ur xonimlar ko'rsatadigan tursa, deb to'xtamay qaytdim o'zimga. Shundaqla turmadan chiqishdi xitas. Qanday qilarmiz deb beshim baqatdi. Ammo hammani bilguchi zot bandalarning toqat yetmaydigan ishga taklif qilmaydiganligini esimga ololmagan ekanman. Mening kechida qocholmaydiganimni, yo'lda yugurolmaydiganimni, hatto uzun yo'lni ma'olmaydiganimni Rabbim yaxshi biladi emasmi? Rost degandek biz turmadan tong yurganda, ko'zim hammani ko'rdigan vaqtda chiqadigan turayotgan kamerning keyindagi tomga narsa qo'yib tomdan sirqi chiqib tursaqla, mashina bizni elib ketadigan qutulish yo'lini Rabbimizga taqildi. Ammo men yotoqdan chiqmay turib qo'rqishga boshlagan edim.
Şundaqdımı qirajinimni elib, qandaqlı qılmasam ming taslikda turma temidan artilib o'tib, turmining teshiga chiqib oldim. Mana men hozir turmidan qochib o'tatdim. Bu qitimliq anglitishimiz mana mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Janob Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mumayning turmudan qanchi 6-qism. Nuhi hamamu Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Tuvanda İslam çakarları grupsida yerlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qanchi nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qanchi Şu tapda yürküm qattiq siqilib, put-qo'llarim titrab o'tadi. Men sirtdagi turmutimga yo'linib, amrohlarim bilan yushirinib yetdim. Yo'l bilan mening oraliqim 5 metr edi. Men bilan yo'l o'rtasida kichik bir sassiq bo'lib, bu yerda iriq bor ekan. Balkim buni kichik ko'lsam ham bo'lar. Bu vaqt kunduz bo'lg'achqa biz yo'ldan o'tgan manganning hammasini ko'rib turardik. Udulimiz tarafda cho'ng bir doktorxona bo'lib, bu doktorxonaning yan darvozasi bizning udulimizga to'g'ri keladi. Agar biror odam shundoqli biz bor yerga qarasa, cho'qim bizni ko'rib qoladi. Men u yerda nihoyat qo'rqinish ichida oldimizga kelmoqchi bo'lgan odamni saqlab, toki tushdan keyin peshim vaqtigacha turdim. Chunki oldimizga keldi degan odam tushkichim kelmagan edi. Asarning davomini dal Mumayning oldiga kelgan Uyg'ur yigitning o'zidan anglab hikoyamizni davomlashtiraylik. Bu kishi deydi: Mumayning yo'ldoshi menga telefon qilgan vaqtda men Malayziyada uyimda edim. Bu xili kech bo'lgan vaqt edi. Buvay, ukam, siz bizga bir yordam qilsangiz. Mening ayol bolalarim bugun kech turmining teshiga chiqib saqlab turmoqchi. Shunsiz kelib, ularni elib kelsangiz deydi. Men o'zimga hozir kech tursa, bu qandoq mumkin bo'lsin? Men bilan ularning oraliqi 700 kilometr masofa, hatto men boshqa davlatda, ular boshqa davlatda o'tadigan ikki chegara bor tursa, shunga buncha jiddiy tayyorlik qilib bo'lmayman deb o'ylab, buvayga ahvolni tushuntirdim. Ammo buvay bakli chiroyli gap qilib yolvorib ketdi. Buvayning chiroyli so'zlari sababli men ma'qul baray. Ammo bugun kecha chiqmasin, ertaga chiqsin. Chunki mening u yerga berishimga bir kun vaqt ketadi dedim. Men buvay bilan shunday kelishib bo'plab, darhol ertakachgacha ularning yoniga ulgurib berish uchun plan tuzdim. Men tur orqali sahar soat 4 ning aeroplanining borligini bilib, shu kuni kechida uyimdan aydirumga bordim. U yerdan shu kunning eng avvalning biletini olib, soat 6 ning aeroplani bilan chegaraga yaqin shaharga keldim. Keyin chegara bar yeziga taksi bilan atdigan soat 8 larda kelib, chegaradan qonunsiz o'tib Tailandga atdigan soat 9 larda kirdim. Bu vaqtda Mumay va hamrohlari turumdan chiqib sirtda meni saqlab turgan ekan. Men ularga qarshig'ach, "Nemishqa bugun chiqsizlar? Kayta chiqsanglar" degan-ku. Hozir mening mashinam bo'lmasa, sizlarni qandoq akilman? Ham bu kunduz tursa, sizlarni qandoq akilman? dedim. Ondan ularga "Qarang'u tushkishi meni shu yerda saqlab turinglar" deb telefonni qo'yibdim. Ammo men ularni bir amal qilib hozirning o'zida kelishim kerak edi. Shunga biror mashina tepishim zarur bo'ldi. Men mashina izlab bir musulmon qorimni uchratdim va menga yordam qilib turmiyindagi doktorxonada tuqqanim borligini, ularni bu chegaraga aklib berishni dedim. Bu vaqtda mening chet el tilimmi yo'q deyarlik bo'lib, men bu davlatga ilgari bir qitim kelib boqaydim. Bu kishi xili ko'p ish haqi badaliga men bilan berib Mumaynaga berishga qo'shildi. Ammo peshin namozdan keyin boradigan bo'ldik. Bu vaqtda Mumay turmining teshida meni kutib o'tadi. Biz shu yer vaqti tushdan keyin soat 2 lar atrofida doktorxonaga keldik. Ammo Mumay va Mumay bilan birga turganlar
turvatgan yerini bildirolmay, men atrofni ko'p izlab xili vaqt o'tib ketdi. Ondan ularni shu turmning yendiki ko'chaga yanda silingan turma tam tvida ekanligini bildim. Shuning bilan ular menga bildirgan yerda ularni topdim va yo'lda turib ularni ko'rdim. Men bilan mo'mayning orliqi 5 metr keladi. Ammo tam bilan yo'l orliqida kichik sasliq bo'lib, bu yerda suv bor ekan. Men mundaqli qarab suv yig'ilib qolgan yer o'xshaydi deb mo'mayga masuni kechib o'sila, ondan bu mashina bilan silni elib ketay dedim. Ammo men o'ylab boqmaydim. Bu suvning buncha cho'nqir ekanligini. Mo'may meni ko'rib boshqacha umid va g'ayrat bilan darhol suvga kiraydi. Mo'may suvga cho'kib ketdi. Bu qitimliq anglitishimiz mana mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Janob Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mo'mayning turmudan qancha 7-qism. Nuhi hamamu Nayt shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda İslam Çakarları grupsida yerlagan hijrat tarixlaridan Mo'mayning turmudan qancha nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mo'mayning turmudan qancha 7-qism. Mo'may qattiq qo'rqib ketgachga chiroyi oqarib cho'nkichga asrab turibdi. Mo'mayga bu tarafga o'sila dedim. Mo'may gapimni anglabla darhol heliqi sasliqqa kirdi va tas qoldi. Mo'may heliqi suvga cho'kib ketib o'lib qolgani. Ondan keyindikilar darhol Mo'mayni keyniga tortib chiqarib oldi. Kim bilsin bu kichikkan sasliqning suyining buncha cho'nqirligini. Men bakli qo'rqib ketdim. Ondan ular tomni bo'ylab turmining keyin tarafiga 50 metr mang'aydi. Shu yerda o'tish o'rni bor ekan. Ular shu yerdan yo'lga chiqdi va men ularni ilib kelgan mashinaga silib, ular bilan Malayziya chegarasi qarab mondim. Bu turmi bilan chegara oraliqi 80 kilometr atrofida edi. Biz chegaraga taxminan asr vaqtiga keldik. Ondan bularni chegara yoniga joylashgan kichik bozordagi bir mehmonxona o'rlashtirdim. Amaliyotda bu mehmonxona emas, fohishxona edi. Chunki bu tarafda mehmonxona noit ko'p bo'lib, hammasidagidek fohishxona edi. Men Mo'may va Mo'mayning hamrohlarini yotoqqa bakmi tasirib kirdim. Chunki bu yerda odam emas, yerginishlik hayvonlar bor edi. Balki mening bunday qilishimni Mo'may va hamrohlari qattiq yomon ko'rgan bo'lishi mumkin. Ammo shu vaqtda sharoit shu edi. Lekin boshqa taraflarda normal mehmonxona bo'lsa-mu, men ularni fohishxona yotoqlarida turg'izdim. Sababi birinchi, bular turayotgan mehmonxonaning chegara bilan bo'lgan orliqi 50 metr keldi. Ikkinchi, atrofda yurayotgan kishilarning ko'pinchisi chegara soqchilari. Uchinchi, mendan boshqa odamda pasport yo'q. Cho'ng boshqalarga normal yotoq olib bo'lmaydi. To'rtinchi, fohishxonaga borgan kelgan odam ko'p bo'lg'achqa, bu qora kiyimli ayollarga boshqalar bek diqqat qilib bo'lmaydi. Beshinchi, bu fohishxona hammasi qonunsiz bo'lg'ach, u yerning soqchilariga bo'lgan ehtiyotiy qo'llanishi bakli yuqori edi. Oltinchi, bu yotoqlarga kirib chiqish oson edi. Shu men bularni bunday yotoqlarda turg'izdim. Aniq ismdi yo'q. Men bularni chegaradan o'tkazishga yo'l izlab 3 kunmi yoki 2 kunmi turib qoldim. Bilganingizdek, men bu chegaraga bu qitim hech bir tayyorlik qilmay kelgan. Menmi bir qochqun. Bu vaqtda ya ko'p til bilmaydim, ya bu davlatni bilmaydim. Shunga qiyinchilik yo'liqdim. Ma'lum bir kuni men bir motor shoferi bilan so'zlashib, bularni faqatla bir chegaradan, ya'ni Tayland chegarasini o'tkazishga so'zlashdim. Ondan bu ayol bolalarni motorchi boshqa kishilar bilan hamkorlashib, birdan 2dan o'tkazdi. Oxirida men o'g'irlik chegaradan oldida o'tib saqlab turgan Mo'may va Mo'mayning hamrohlarini topdim. Hozir biz 2 chegara o'tirsida edik. Ahvol noit xatarlik bo'lib, odatda bu atrofni soat 8da barliq chegaralarni taqaydi. Shunga bu atroflarda odam tura olishi mumkin emas edi.
Men ciddi yo'l izlab Malayziya chegarasini o'tkazish yo'lini surishti qildim. Ammo qat'iy qulaylik yo'l topolmadim. Keyin u yan o'ylab bularni ikki chegara orasidagi yo'lning keyindagi tog'liqqa, ya'ni jangalliq o'tkazib shu yerda yo yushurnosh yoki chegara teminni ortilib o'tish planini tuzdim. Ammo bu tog'liq yerga o'tish uchunmi kichik bir tekshirish soqchilarining oldidan o'tish kerak edi. Men barg'ancha qisilib Hatto quyoshning menga to'xtab berishini umid qilib ketdim. Chunki men hozir cho'ng bir jinoyat qilyotdim. Kofirlar uchun turmudan odam o'g'irlash, ondan pasport yo'q odamni yotoqda turg'izish, chegaradan qonunsiz odam o'tkazish, hatto o'zimni chegaradan qonunsiz o'tish. Bu vaqtda Mumay va Mumayning hamrohlari balki mendimi bakrak tildab, chiroyi qattiq qo'rqinchli edi. Alloh oxiri bizga chiqish yo'li berdi. Men o'zim yolg'iz tog' bag'riga chiqish yo'lidagi tekshirish punktiga borib, u yerdagi ikki soqchiga $100 atrofida pul berdim va do'stlarim bilan tog' bag'ri tarafga borganimni dedim. Ular bo'ladi, tezlanib kelinglar deb to'saqni ichib berdi. Keyin men va Mumay u tarafga o'tdik. Subhanalloh, bu taraf ajoyib chiroyli manzilli yer ekan. Biz yugurgan holda tog' bag'rida chegara tarafga qarab mondik. Balkim bu orliq 800 metr atrofida bo'lsa kerak. Yo'l egiz-pas edi. Mumay asrab bo'lmayotdi. Mumay, to'xtanglar, men bo'lolmadim. Birdam o'tirib olay deydi. Men qattiq g'azab bilan, "Acha, bu sening o'ylar emas. Yo'lni mangsizlar, ozroq chidislar bunchalik jafoga" deb qo'pol muomala bilan bularni menga zo'rlaydim. Bu vaqtda mening ularga chiroyli so'z qilib o'tirgandek vaqtim yo'q. Shunlarga bu yo'lni majburlashdan boshqa amalim yo'q edi. Mush vaqtni tasvirlab, mush qitimni qichish qatnashgan bir ayol 4 yildan keyin meni izlaydi. O ayol: "Aka, o'z vaqtida siz bilan chegara orasida birga mengib, bizga qilgan qattiq muomalangizdan sizni bakli tilg'aydim. Hatto xeyli ko'p vaqtgacha nafrat qilg'aydim. Yillar o'tib, asta-asta nurg'un ishlarni bilib yetdim. Shunga keyningizda qilgan yomon gaplarim uchun sizdan kechirim so'rayman" deydi. Men nimishqa meni eski degaydingiz, tafsili deb biring, anna rozi bo'lay dedim. Ayol: "Siz bizga dastlabda turma temining yenidan mashinangizga chiqibla bak usab ketdik desak, men sizlarni sug'org'ili kelmadim, sizlarni qutqazg'ili keldim. Shunga qutulib bo'lib so'ychanglar dedingiz. Asli biz tam tevida bir kun turib qursoq yechib va usab ketgan edik. Ammo shu vaqtda sizning bizga so'ylab beradigan sharoitning yo'qligini bilmabdik. Shunga sizni bakli zolim odam ekan bu degaydim" deydi. Va yana chegaradagi taxta bizning yeyishimiz uchun to'g'gush ekib ekansiz. Bu issiq keladi. Boshqa tomoq ekib bersizlar desak, men uyimga borganda bitta pul o'tib beray. Bu tomoq siz kelgan bo'lsa, hozircha sovuq suv bilan yanglar deb qo'yib chiqib ketdingiz. Bu qitimli anlatışımız mana mush yerda oxirlashdi. Keyingi anlatışımızı ko'rishgacha Janob Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mumayning turmudan qancha 8-qism. Nuhi hamamu Nayt shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda islom chakarlari guruhida tayyorlagan hijrat tarixlaridan Mumayning turmudan qancha nomli asarni anglashni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qancha Ammo biz bu kofirning davlatida topqiningizning mushohalal ekanligini o'ylashmay, Xudoyim sog'mi qaytirib berar deb keyningizni tilg'aydiq dedi. Men, ya'ni-chu,
Yana bormi? deb so'radim. Ayol: "Ha, yana bor. Chegaradagi yaylaqda men mengib bulolmay aron ketib olsam, u ayol men bulanmadim, azroq deb elib olay desa, siz chidabmangsizlar. Bu sizning o'ylar emas deb elib mangdigan degaydingiz. Men ichimda sen bir zolim odam ekansan deb yig'lab ketgaydim. Va shuningdek keyin do'stlarimga sizni tilab keldim. Asli biz xato qildik deydi. Men Fukam, Marazi, Allah rahmat qilsin degaydim. Abdurdin mushkullarni Mumayning o'z og'zidan qandoq bo'lganligini anglab boqaydi. Muma, siz shu chegara temidan ortilib o'tib, toki Malayziya chegara temiga ortilib o'tkichi bo'lgan vaqtdagi hissiyotingizni tafsili bizga so'zlab beralamsiz deyildi. Mumay: ma'qul, men gapni ilag'i Qo'polning ishidan boshlay dedi. Mumaydan so'raldi: Qo'pol degan kim u? Mumay: balam, odam bakil tuzkur bo'ldi ekan. Amaliyotda u kishi bak kuyimchan, mehribon kishi ekan to'q. Ammo biz xil uzungacha u kishini Qo'pol deb atagaydik. U kishi dal oldimizga kelib bizni turmi temining yendan toki Malayziyaga apargacha bizga hamroh bo'lgan mazlum kishi shu dedi va so'zini davom qilib, shu vaqtda tomning tuvida saqlab o'tib, "Ay, nimishqmi qochqandimiz" deb ketdim. Hatto keynimizga yenib kirib ketayli deyishib tomdan ichiga ortilolmadik. Ondan majburiy tomning tuvida bir kun yotdik. Bu yer zaylik ekan. Ostimiz ho'l, atrof pashu kumut texi ko'p ekan. Qaçimiz deb qildim bir narsa o'tmagidi necha kun bo'lg'aydi. Bu yerda qursoq bekla ochdi. Ichidigan suv yo'q. Oldidagi zaylikning suyida og'zimni necha qitim yo'l qildim. O kunlarda havo bek issiq bo'ladi. Toki peshin bo'lguncha kunning nuri to'liq bizga tushib turdi. O kunni o'ylasam qayta yig'lig'im keldi. Kichik bolalar yig'lasa og'zim tutib oladiq. Boshqalar anglab qoladi deb. Oxiri mashina keldi. Men mashinani ko'rib xushalligimda suvga darhol kiribdiman. Bu suv bakli sovuq va bakli cho'nqur ekan. Tas qoldim suvda o'lib qolg'ili. Ondan keyingi ayollar meni suvdan tortib oldi. Suvdan chiqib darhol bu yoqqa meninglar deydi. Tini o'lib o'ltirolay desam unimidi. Ichimda sangadayning gapi kirib poq yeptiman. Nimishqimi qocharman deb tilg'ash mangdim bu ayni. Mashinaga chiqib yurkim sal normal bo'lib, beliqi Qo'polg'ujamga balam bek usab ketdik, so'lib bersizlar, qusqimisan bek ichib ketdi desam, "Acha, men sizni sug'arib kelmadim. Sabr qilsizlar, oldimizda qutulib bo'lib, dengizga boshlab qo'yay. Shu yerdan dumitib qanuvchi suv ichib olsizlar" deydi. Shuning bilan o'zimning og'ziga birni urdim. Ondan gapmi qilmay, yomon uzoqda chegaraga ketdimiz. Mashinadan tushinglar dedi. Keyin Qo'polg'ujam bizga qutuliq suv, banan va to'q ko'p kelibdi. Uni yeb yotoqda yotdik. Qo'polg'ujam bizning yon tarafdagi yotoqda yotdi. Atsatigan yana shu mayda pishirgan to'q go'sha kelibdi. Yana shu mayda pishirgan to'q go'sha kelibdi. Men, balam, ma to'q go'shi menga bak issiq keladi. Shunga boshqa tamoq akab bersizlar debdiman. Shuning bilan bu Qo'polg'ujam, "Acha, xafa bo'lmay bu to'q go'shini yeb turing. Men uyga borganda sizni batib o'laytib baqay" deb chiqib ketdi. Tuva, qandoq odamdi bu deb qoldim. Tush bo'lganda yenimdagi ayol telefon qilib, "Bolalarimni qursi qechib ketdi, mevchi akab bersizlar" desa, Qo'polg'ujam, "Saqlab tursizlar. Men bolalarni Bashkiramning bog'lariga berib mevlar bilan to'yg'izib kelman. Ammo men hozir chegarada kechki taboq olib borman" deb telefonni qo'yibdi. Shu vaqtda bu odamga baklovchi bo'lib ketgan edik. Ya menga chiroyli gap qilmaydi, yoki boshqa qizlarga chiroyli gap qilmaydi. Ajoyib Qo'pol odam edi bu. Bir necha kun o'tib chegarada yayloqdek bir yerda bizni yugatib olib mangdi. Men yugurib bo'lolmay tas qoldim, asrab o'pkam siqilib o'lib qolg'ili. Shuning bilan balam, men bo'lolmadim. Birdam elib, ondan mangayli desam, "Acha, bu sizning o'ylar emas. Aram elib sayohat qildigan. Yo'lni maqsizlar. Kichikkin yo'l qoldi" deb bo'lib, yenimdagi ayollarga "Ma'chimizni so'rab bo'lsa-mu tizilib meninglar, kech bo'lib ketdi" deydi. Tova, men hayotimda bundoq tashirak odamni ko'rmagan edim. Ozroqmi ishi og'irmig'ini qarab, "Onasimi yo'qmidi bu insonning" deb ketdim va yig'lag'ach mangdim. Shu vaqtda bu Qo'pol odam bizga "Qaranglar, menmi tomoq yemagili 3 kun bo'ldi. Bu atrofda halol narsani topmoq bek tez. Shunga qo'soq va aramning xiyolini qilib o'ltirib, qayta tutilib qolsak, texmi yomon, turma deyatidigan ish. Bakjiq gap qilib ketdinglar. Hozir hayotinglardagi eng ko'p sabr qilgan vaqtinglar. Shunga nima ish bo'lishidan qat'iy nazar sabr qilinglar" degaydi.
O vaqtlarda men bek tushunmab ekanman. Keyin Malayziyada bir oshxonada bila tomoq yeydik. Shu vaqtda bu odamning rostli 3 kun och qolganligini bildik. Asli u topgan halol tomoqni bizga kelib berib o'zi och yuribdi ekan. Shundoq yugurib biz chegara tam tüviga yetib keldik. Bu tam bakli egiz ekan. Balkim tamning egizligi 4 metr keladi. Ustida to'kliq sim bor ekan. Bu yerdan o'tish mumkin emas edi. Bizni bu qo'polg'ujam chegara tamni bo'ylab bir yo'lnish kelib mangdi. Biz azroq mangsak chegara temining sal pakar yeri bo'lib, u yerning ustidagi simlar yo'q bo'lib, tamga artilish uchun bir kuta qo'yib qo'yilgan yerga keldik. Qarmoqqa bu yer kishilar uchun ilgari tamdan ortilib o'tgan yerga o'xshaydi. Bu vaqtda sham namoziga oz vaqt qolgaydi. Qo'pol, avval yosh ayollar, ondan kichik bolalar tamdan ortilib o'tinglar dedi. Bu tamga kenidan bir odam yulab yordamlashmasa va ustidan bir odam tortmasa chiqish mumkin emas ekan. Ayollar ustida tortadigan biri yo'q, tamga chiqolmadi. Ondan tam ustiga qo'pol o'zi chiqdi. Keyin ikki kichik o'g'il bolani tortib, tamni turg'izib, sizlar ayollarni qo'ldan tortinglar deb yenib tushdi. Ondan bir ayolni ustidan tortib va kenidan yulab tamga chiqardik. Ondan iliq ikki bola keni tarafga po'kida ovoz bilan tushib, biri qiqirab yig'lab ketdi. Ustidagi ayol boshqa ayolni ustiga tortdi. Ammo kenidan yulaydiganga mening nada kuchim bo'lsin? Bu qo'polg'ujam qarab turibdi. Men ichimda har qancha gunoh bo'lsa-mu ayolning kassidan yulab qo'ysa nima bo'lar deb ketdim. Keyin qo'pol bir yog'acha kepti. Shuning bilan u ayolning kassidan xuddi bir tog'ani itirgandek yulab chiqardi. Tamning keyni bakli cho'nqir ekan. Orasidan bir ayol keyni sakrigili unimay qiqirab yig'lab aran sakirdi. Men texi past edim. Bakli qo'rqib voy Allah, ko'rdigan kunim bor o'xshaydi deb nola qilib o'tdim. Ustida bir ayol qoldi. Qo'pol yenimga kelib, "Acha, siz mening opamga o'xshaysiz. Xohlasangiz sizni ko'tarib tamg'alay. Qo'rqmang, musherdan o'lsakla qutulib ketamiz" deb bakmi yiqimli gap qilib o'tdi. Men yig'lag'ach tamga yamashdim. Qo'pol meni mo'risi kelib ko'tarib turibdi. Ustidagi ayol qo'limdan bor kuchi bilan tortdi. Ammo men bak qo'rqib ketgachga put-qo'lim titrab, badanimda jin yo'qdek edi. Kuchish mumkin bo'lmay bir necha minutdan keyin qo'pol yiqilib ketdi. Men ustiga tushdim. Bu qitimli anglitishimiz mana mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Janob Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mumayning turmudan qancha 9-qism. Nuhi hamamu Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Tuvanda İslam çakarları qrupsida yerlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qancha nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qancha Qarasam qo'polning chiroyi sag'irib ketibdi. Men qari bo'lganim bilan xilisimiz ayol edim. Ondan qo'polga, "Balam, sizlar ketaveringlar. Men bu yerda qolay" deb yig'ladim. Qo'pol qattiq varqirab, "Saromu sizlar, qopslanmamiz. Qayta chiqayli. Sizlar faqat üst tarafga yamasizlar bo'ldi" dedi. Shu vaqtda qo'polning mijozi xuddi meni urdigandek yamaydi. Shundoqma chiqlab ketdi. Men yana yamashdim. Ustidagi ayol meni tortdi va mening bilimning ustidan chiqdi. Putimdan qo'pol titrab o'tdi. Ammo men tamning keniga qarasam cho'nqir bir o'rak ko'rindi. Men tamga ortilgan holatda texmbek qo'rqib ketdim. Shuning bilan men tam ustida midirlamay tamga silibla turib olgandan keyin ustidagi ayol meni butunlay tam ustiga ololmadi. Ondan qo'pol tam ustidagi ayolga "Siz Mumayni shu holatda qo'yib qo'yib tamning keniga tushib saqlab turing" dedi. Ondan o ayol keniga sirilib tushmoqchi bo'lganda oldida tushgan ayol bolalar o ayolni qo'llari bilan sirildirib tushirgan bo'lsa-mu, pokkida olma qilgandek yerga yiqilib tushdi. Men bularni ko'rib texim qo'rqib ketdim. Put-qo'lim bormi yo'qmi bilmaydim. Qattiq terlab ketgan edim.
Qo'pol asta putimni qo'yibdi. Men tamg'i silib qolgan edim. Texim qo'rqdim. Beshimdan oqqan ter eg'zimga kiryotdi. Qo'pol birozdan keyin "Acha, qo'rqmang, medirlamay turing. Hozir sizni o'zim tam ustiga olaman" deb gap qilyotdi. Va yenimdagi bo'sh yerdan bekmi ko'p kuchab, keynimdan tam ustiga chiqdi. Ondan meni xuddi topib so'ragandek so'rab tam ustiga oldi. Bu Qo'polning mush yerdim siz gaplari to'kilib turadi. Voy acha, vatanning hammini yavilib kelgan musili, shundoqmisiz? Bakmi g'irkalla. Agar vatanda turib shundoq yavergan bo'lsa, vatanda ocharchilik bo'lar ekan, deydi. Men tam ustida Qo'polni ching tutib oldim. Ondan Qo'pol meni tamning keyniga ozroq keynimcha seldirib qo'yib, pastga tushib ketdi. Ondan meni tushsizlar men tutib olay deyishga boshladi. Men qo'rqib tushib unutdim. Ondan birozdan keyin ikki putimdan boshqalar meni pastga kuchab tortdi. Men pastga po'kid qilib tushdim. Qarsam Qo'pol pastga dumiytib turibdi ekan. Men uning ustiga tushibdiman. Shunga bir yerim bek og'rib ketmadi. Ondan meni boshqa ayollar yo'lab turg'izdi. Ammo men texchi yig'layotdim. Boshqalarmi yig'layotdi. Qo'pol yerda dumiyotgan yerdan ko'zlari yosh yo'qib bizga qarab, "Mana bu Malayziya. Endi qutuldinglar. Sizlar kafirlardan qutuldinglar" deb ko'zlarini yiqiyotgan yoshlarni surtkash o'rnidan turdi. Biz oxiri qutulibdik deb yig'lashib ketdik. Bu vaqt qorong'u tushgan dal shom vaqti bo'lgan edi. Hammamizning kiyimlari loyiq bo'lib, ba'zilarimizni kiyimlari yitilib ketgan edi. Qo'pol: "Men bilan keynimdan menglar 100 metr yiroqda masjid bor. Shu yerda namoz o'qib, ondan yataqqa boraylik" dedi. Biz ozroq mangandan keyin yaqin atrofdagi cho'ng masjidga bordik. Bu vaqtda odamlar shom namozini o'qib bo'lib, masjiddan qaytib o'tibdi ekan. Biz tahorat ilib namoz o'qib bo'lib qarasak, Qo'pol yo'q turdi. U yarim soatgacha kelmadi. Biz texim qo'rqdik. Keyin bir mashina ilib kelibdi. Ondan biz mashina bilan yarim soat yo'l mengib, yezi bozoriga o'xshaydigan bir yerga keldik. Ondan Qo'pol bizni cho'ng yuk mashinasining keyniga yushirib qo'yib, "Saqlab turinglar" deb qo'yib ketib, birdamdan keyin yata qoldim. Endi bugun yataqda yotamiz. Ati inshaalloh Uyg'urlar bir yerga ketamiz deb bizni bir kichik mehmonxonaga ilib bordi. Mehmonxona xo'jayini musulmon ayol ekan. Bizga yaxshi muomala qildi. Biz shu kuni yataqda yotdik. Qo'pol qaysi yerda yotdi bilmayman. Atsa soat 9larda Qo'pol kelibdi. Qo'lida ko'p narsalar bor edi. Har xil tomoq va bir xaltada kiyim bor ekan. Qo'pol: "Hamshirlar, endi kafirlarning qo'lidan qutuldinglar. Malayziyaning cho'ng shahriga mangmiz. Ondan boshqa Uyg'urlar bor yerga bormiz. U yerda tunishlaringlarning uyiga olib qo'yman. Hozir telefonimni beray. Yo'ldoshinlar telefon qilib salomat ekanliklarini deb qo'yinglar. Ondan matomoqni yanglar. Undan keyin ammanglar munchuq tushinglar. Bak purab ketibsizlar. Mana bu yangi kiyim-kechak. Buni almashtiringlar" deydi. Bu Qo'polning siz gaplari texi tugmagan edi. U gapning oxirida: "Qarindoshlar, buningda hamma narsa bor. Shunga barliq kiyimlarni tashib o'tinglar. Yana almashtirib olinglar. Avtobusda purab yursak bo'lmas" deydi. Biz ma'qul deb telefonda men buvay bilan ko'rishdim. Men buvayga "Tas qapsizlar meni o'ltagili. Qochmay saqlab tursam bo'lmasmidi? Tas qoldim o'lgili. Shundaqmi qiynaldim" deb toza koydim. Tova, u kun o'zimning qutulug'ini unutib, shu toza jabo tatqinimni esimda ching saqlabdiman. Biz ellarni xotirjam qilib bo'p tomoq yedik. Tova, Qo'polni endi boshqa holda bilishga boshladik. Qo'pol bizga kichik bolalarga shundoq o'lchamli kiyim, ayollarga lichak, ishton, ondan shundoq aplik hijab ko'ylak ekapti. Shundoq qilib biz chiroyli kiyinib tayyor bo'lib o'tirdik. Tushga oz qolganda Qo'pol kelibdi. Hozirning bildi yo'q ekan, ammo tushdan keyin soat 4ning bildi bor ekan. Hozir oshxonaga chiqib birga tomoq yeb kelaylik dedi. Biz birga tomoq yeb, keyin avtobus bilan Malayziyaning poytaxtiga kelganda bizning tunishlar bekatda saqlab turibdi ekan. Qo'pol tunishlarga ko'rinmayla, "Menda rozi bo'linglar. Endi mening qo'limdan keldigan ish tugadi. Meni duoyinglarda unutmanglar" deb ketib qoldi. Men Qo'pol ketib qarab qoldik. Shundan beri Qo'polni ko'rib boqmadim. Keyin anglasam, biz kelib, ertasi Qo'pol yana Tailanddagi boshqa ayollarni olg'il ketibdi ekan. Alloh Qo'pol xo'jamga yordam qilsin. Kashkoyatda shu yigitni bir uchratsam, necha ming qitim rahmat aytib olar edim va kechirim so'rar edim deb Mo'may qattiq yig'lab ketdi. Bizmi u qahramon yigitni bir ko'rib boqishni orzu qilib ketdik.
hurmatli o'qirman, Mo'mayning turmudan qaytishi mana mushu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.